Bismillah. 6 tonna oltin evaziga qurilgan Zubayda kanali. Mana bu yerda muhri ham bor. Ayni Zubayda raqamlar, yillar, kodlar va bu usti yopiq 44 kilometrlik kanal bu. 6 tonna evaziga 196-hijriy sanada qurilgan. Bu birinchi bor ko'rsatilyapti. Bu nimalar? Mana shu ko'rinib turgan Toifning tog'lari, Nomon tog'lari. Nomon tog'laridan 186-yilda hajga kelgan Zubayda xonim makkaliklarni suvga qiynalayotganligini ko'rib, mana shu kanalni qurdirtirgan. 5 tonna 950 kilogramm oltin ketgan bu kanal qurilishi uchun. Agar tadqiq qilinsa, insoniyat uchun foydali eng katta inshootlardan biri mana shu suv, ya'ni Zubayda suv kanali hisoblanadi. 1200 yildan oshiq Makka va uning atrofini suv bilan ta'minlagan kanal. Alloh taolo o'zi shunday saxovat peshalardan o'zi rozi bo'lsin.